buni ochib turib, ichiga holatingizdan kelib chiqqan holatda hozir maska dekasan dedim. Nimaga dekasan? Sababi viruslarga qarshi dori vosita hisoblanadi. U asosan har qanaqa dori vositasi ingalyator ichiga natriy xlor, ya'ni 0.9% fizrastvor orqali amalga oshiriladi. Sho'r suv qo'shamanmi shunda? Ha, to'ppa-to'g'ri sho'r suv qo'shasiz. Faqat aptekada sotadigan bo'lish kerak. O'zingiz tayyorlab olmang. Mana sov oldik. Mana endi buni yopamiz. Knopkasini bosamiz. Mana ko'rdingiz? Havo chiqadi. Seskanda g'urillaydigan apparat. Par chiqyapti ana ichidan. Ha, mana shu par sizga kerak. Bu tashqi nafas yo'llaridan sizga infeksiyani o'ldirishga yordam beradigan vosita hisoblanadi. Qarang, har qanaqa dori vositasini ishlatishdan oldin o'zini nasatkalari bor. Bu nasatkasi masalan burun uchun. Undan keyingi nasatkamiz bu og'iz uchun qo'llaniladigan. Mana og'izga solsa ham bo'ladi. Shu mana chiqib turgan narsasini og'zimga solib olaman. Ha, og'zingizga solib olasiz. Undan keyingisi universal nasatka bo'lib, ham burunga, ham og'iz orqali qo'llaniladi. Ayniqsa bu yosh bolalar uchun juda ham qulay hisoblanadi. Bunda rezinkasi bor, bolani boshiga mundoq qilib kiydirib qo'yilsa, tushib ham ketmaydi. Ham burnidan, ham og'zidan bemalol nafas olaveradi bola. Bu yoshga qarab turib vaqt o'lchanadi. Masalan, 0 yoshdan 1 yoshgacha bo'ladigan bo'lsa, 1 minutdan 3 minutgacha. Uzog'i bilan 2 mahal qo'llash va 5 kungacha qo'llash tavsiya qilinadi. Endi holatidan kelib chiqdi. Uni sizga vrach tushuntirib beradi. Mana bu dozadan shuncha vaqt oralig'ida qo'llashingiz kerak. Mana shuncha kun deb vrach sizga tushuntirib beradi.